Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy xizmatchilari, muhtaram xonimlar va janoblar. Germaniya Federativ Respublikasi nomidan sizlarni O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining bugungi bayrami 4-avgust munosabati bilan samimiy muborakbod etaman. Milliy gvardiya mamlakat ichki xavfsizligini ta'minlash, fuqarolarning hayoti va tinchligini muhofaza qilish, shuningdek, O'zbekistonda barqarorlik va huquq-tartibotni saqlash borasida beqiyos mas'uliyatni zimmasiga olgan. Sizlar kundalik xizmat faoliyatingizda nafaqat yuksak professionallik va fidoyilikni, balki vatanga sadoqat va yuksak mas'uliyat namunasini ham namoyon etmoqdasizlar. Biz buning guvohi bo'lib turibmiz. Zero Milliy gvardiya Germaniya elchixonasining xavfsizligini ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi. Ushbu yuksak va sharafli xizmatingiz uchun sizlarga chuqur hurmat va samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xavfsizlik bu davlat chegaralari bilan cheklanmaydigan umumiy vazifadir. Shu bois bizni birlashtirib turgan o'zaro ishonchga asoslangan yaqin hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi. O'zaro tajriba almashish, qo'shma o'quv mashg'ulotlari va bilimlar almashinuvi orqali biz nafaqat o'zaro sherikligimizni yanada mustahkamlaymiz, balki tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashga ham birgalikda munosib hissa qo'shamiz. Biz ana shunday hamkorlikni kelgusida ham birgalikda yanada rivojlantirishni istaymiz. Bizga bildirilgan yuksak ishonchingiz va samarali hamkorligingiz uchun sizlarga samimiy minnatdorlik izhor etaman. Kelgusida O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasiga, barcha gvardiyachilarga hamda ularning oila a'zolariga muvaffaqiyatlar, mustahkam sog'lik, baxt, saodat va farovonlik tilayman. Bayramingiz muborak bo'lsin.